Assalomu alaykum hammaga. Bize navbatdagi ko'mir kotelotlardan xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz Xivoda ekan, Pishkanikda ekan. Nav Qiron ko'chasi 23-uyga geldik. Bahram akanın uyuna geldik. Bu xonadonimiz bizlere bir 10 gün, 15 gün oldin murojaat etdi. Xudo xolasa bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga 83 metr 25lik, 35 metr 32lik, 160 tane batareya gitti. İnşaatı bina qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlab berdik yine. Bu xonadonimizga 38 milyon 500 ming so'm pul chiqdi. Hamma ishlar o'zlarimizdan bo'ldi. Bu xonadonimizga bu baqni o'zini bir dana ne oldi? Sushilka bonisini bu bir dana shu o'zinde dabab ketverdik. Yine shiddati bina qo'ldan kelgancha akkuratni etib bitirib berdik. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan o'yinlarga bog'lanaverasalar. Aga işi bataryani ushaversangiz qiziqmi ekan. Baqina Bahram akamiz yana o'zi bori. Ham yer normal nima? Esaga ish atabliniya 1 yilcha garantiya nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Yine hamyurtlar görüp tursalar yine biri işinleti bina bekta o'z ayol kishilar bo'lgani tushirmadim. Yine işinleti bina qo'ldan kelgancha hamma narsani qo'yib bordik yine. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasalar. Buni esa yine hem sushilga qo'ydik, hem batareya qo'ydik yine. Qatyolni nereden görsak bo'ladi qatyolni? Yine hozir qatyolni ham ko'rsatib o'tsam sizlarga. Bo'ldi, ko'rsatdim. Yine Xudo xolasa endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqartirgan teplo shavat qatyolini ko'rsatib o'tsam. Sayara Kimga qatyollik xizmatlari, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Şu videoni yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasizlar. Inshaalloh meni chiroyli etib atabliniyalarni bitirib beraveramiz, xudo xolasa. Mana qatyolimiz ham mana o'zlarimizni ishlab chiqartirgan qatyol, Bekni qatyoli. Yine teplo shavat 91dan 425 83 87 nasozlarni qo'yib, bypasslarni qo'yib, yine gradusimiz ham hozir 50 gradusda yine. 55. Endi zayli bu narsani. Qatyolimiz yine ishlash jarayoni yine. Hozir bu yerda yine termostatimiz ham gradusi 60'da durdu. Ucu termostat bilan почти beraber durdu. Do'stlar, termostatimiz hozir endi ishlashni boshlaydi. 5 gradus, 6 gradus batareya bilan boshlaydi, xudo xolasa. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Kimga shuningdek qatyollik xizmatlari, boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.